W210 ni shunaqa yumshoq narxga ko'ndirib qo'ydim. Mana buni rangini qaranglar. O'zi ham sizga mokriy rang bo'lib ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Rangi neobычный такой, chiroyli rang ekan-da. Eng qizig'i ne deymi? Освежитель ham bo'lmagan ekan. Narxini oldindan deydiganlar uchun $7,700 ko'ndira oldim. Butun boshli seli proyekt qilingan mashina. Ya'ni qanaqa proyekt? Har xil joylarini o'zligi uchun to'g'rilattirib haydab yurilgan mashina. 97-yil. Salon holatlarini qarang. Salon 212 sideni, даже bular ham aka tulturadi-da. Sidenasi deganlarigacha bor ekan. Kalsinerlari ham ishlab turibdi. 111 2 litrli motor. Aka, bitta kelib haydab ko'rasizmi deyman-a? Sparklarning puliga $7,700. Biz reklama xizmatimizni olib bo'lganmiz. Primoy egalari shuna telefon qilib barakasini qivorsanglar bo'ladi. Mana blok diskalar ham qo'yib qo'yilgan. Balon diska holatlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Вообще-то mashinaning holati menga yo'q, chunki даже motorlaridan injektorlarini ham tozalattirishgan, mana faralarini ham bir 2-3 kun oldin qo'yib qo'yishgan. Xullas yana mayda juda ko'p rasxodlar qilib qo'yishgan. Egalariga telefon qilsanglar, yana ham podrobniy tushuntirib berishadi. Bitta like bosib W210 ni yaxshi narxga qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. $7,700.